Bu shipirlarni to'g'ri o'tdak. Buni tashlasangiz sinib ketadi. Tom yoptirmoqchi bo'lsangiz, to'g'rirog'ini aytganda uyingizga katta yuk tushadi. Kamiga usta ishlatganingizning 4 ta 5 tasi sinadi. Akalar, biz hozirda Andijonga kelganmiz. Shisha tolali shipirlarni makoniga kelganmiz. Ko'rib turgan shipirlaring xohlasangiz 90 gradusga bukiladi, xohlasangiz 8 ta yuzab umuman sinmaydigan bo'ladi. Akatoyim, bu shipirlarimiz hech qachon havo rosa isib ketganda ham issiqlikni o'tkazdirmaydi. Yorug'lik nurini 80% o'tkazdiradigan, 60% o'tkazdiradigan, 70% o'tkazadiganlar bor. Kamiga siz xohlaganidek umuman o'tkazdirmaydigani ham bor. Akatoyim, uyingizga shipir qilgizdirmoqchisiz, o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydiganlar kerak menga deyapsizmi? Mana bu karbonli bo'ladi, sifatiga %100 javob bo'ladi, umuman kamiga sinmaydi. Bu shipirimizni sizga tavsiya berishimiz sababi, uyingizga naves qilgizdirmoqchi bo'lsangiz, navesingizga bosib yuborasiz. Ustaka, sizni pulingiz ko'p, teplisa qilgizdirmoqchisiz yoki teplisa qilgizdirib olgansiz. Teplisingizga salafan totyapsiz, lekin salafanni to'g'rirog'ini aytganda 1 yilda bitta yaxshi shamol kelyapti, uchirib yuboryapti, o'tda tushyapti. Akalar, u salafanlarni to'g'ri o'tdi. Mana bu ko'rib turganingiz haqiqiy shisha tolali bo'ladi. Tegiladi, bukiladi, yetilmaydi, eng zo'ri sifatlisi bo'ladi. Buni olganingizdan keyin 1 yildan keyin ishonavering, daromadingiz o'ta oshib ketadi. Sizlarga ham mana shunaqa sifatli shiferlar kerak bo'lsa, pastga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Akalarimiz O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarni kelishilgan holatda chiroyli qilib beradi. Akalar, har doimgidek joninglar sog' bo'lsin.